Assalomu alaykum. Mening ismim Maftuna. 21 yoshman. 9-sinf paytim biz Samarqandga ko'chib ketdik. Yangi uy olib 25 maktabga o'qidim. Bir qo'shnim bor edi, ismi Jamshid. U esa 11-sinf edi. Qo'shnilarimiz bilan juda yaxshi munosabatda edik. Ular bizni uyimizga kelishardi. Biz ularnikiga xuddi qarindoshday bo'lib ketgandik. Shu Jamshid degan bola singlim deb murojaat qilardi. Xuddi o'zini singlisiday kirardi. Uyimdagilar singlim bilan meni tashlab Toshkentga yangi uyimizga 2 kunga ketishdi. Shu Jamshidga aytib ketishdi. Qizlarimdan xabar olib qo'ying dedilar. Jamshid bo'ldi, bemalol borib kelaveringlar. O'zim qarayman singillaringga deb aytdi. Jamshidga ishonardik. Uyimdagilar ketishdi. Jamshid kechki payt biznikiga keldi. Singlim, yaxshi o'tiribsizmi? Qo'rqmayapsizmi dedi. Ichimda qo'rquv bor edi. Shunday bo'lsa ham, yo'q, nega qo'rqaman? Sizday akam bor-ku deb aytdim. Singlim 5 yosh edi, uxlab qoldi. Jamshid menga aytdim, singlim, shu sizlar bilan yotsam bo'ladimi? O'ylaringizdan joy berasizmi? dedi. Qo'llarim titrab ketdi. Yuragim tez ura boshladi. Yo'q deya olmadim. Xo'p, sizga ishonamiz-ku, akamsiz-ku dedim. Rahmat singlim, shunday go'zal singillarimga o'zim qarayman dedi. Kech bo'ldi, soat 1 bo'ldi. Jamshid sekin yonimga kelib yotdi. Endi ko'zim iligan ekan uyg'onib ketdim. Nima qilyapsiz, aka dedim. Yo'q singlim, qo'rqmang, sizga teginmayman dedi. Yuragim dattar tez urar edi. Sekin gapirdi. Singlim, sevgan yigitingiz bormi dedi. Men esa yo'q dedim. Hali yoshman-ku, nima kerak sevgi dedim. Unda keling, aka singillikka nuqta qo'yamiz, ikkalamiz sevishamiz deb qo'limdan ushladi. Qo'rqib ketdim. Nima qilyapsiz deb qo'lini olib tashladim. Siz yaxshi qizsiz, men sizni yaxshi ko'raman, ham aka sifatida, ham sevgilim sifatida deb quchoqladi. Baqirib yubordim. Unday qilmang Jamshid aka dedim. Hech narsa qilmayman, qo'rqmang, asallim deya murojaat qildi. Bunaqa gaplar aytmang, sizni hurmat qilardim dedim. Uzoq muddat gaplashdik. Oxiri ko'nglini oldi. Bir amallab o'zimga ham yoqib qoldi. Qo'llarimdan ushlab oqaladi. Asalim, sizni sevaman, sizga o'ylanaman kelajakda deb ishonchimga kirib olgandi. Men ham qo'shni-ku, aldamaydi deb ishondim. Vaqt o'tdi, soat 3 bo'ldi. Yarim kechasi belimdan ushlab quchoqladi. O'zimdan ketib qoldim. Borgan sari menga yoqib borar edi. Ustimga chiqib oldida sekin kiyimlarimni yechib boshladi. O'zim ham hamma narsa